Assalomu alaykum sizlar bilan men Asadullo va bugun biz o'sha olmos qidiramiz 5-qism. Bo'ldi. Temir bo'ldi. Shu bilan temirimiz 2 temir bo'ldi. Temir qilich ketadi, lekin men hozir temir qilich yasamayman. Oltin nezerga borganda kerak bo'ladi. Nezerda oltinga olmos almashib qolish foizi juda ham kam, lekin oltinga agar almashib qolsa, oltinga o'sha shartni bajarib bo'lgan bo'lamiz. Xo'sh, juda ham o'zi nezerga boramiz. Men umuman xalpasda ancha shaxta bor ekan. Normalniy shaxta topib oldim o'tgan qismda. Lekin 100 obunachi kerak deb oldim. 900 ta bo'lib ketardim sразу. Juda ham ozgincha qoldi. Let's go. Qo'ylar. Ну давай. Rudan 24 ta oltin. Shu cho'lda spawn bo'lishi yoqtirmayman. Norm. Spawnimiz yaxshi. Qornim ochib ketibdi. Ovqat yo'q. Oltindan narsalar men yesam deyishim mumkin. Oltin narsalar tez sinib ketadi, juda ham tez. Temir konga tushib qolibmiz-ku. Fakir nima? Fakir kerak. Hozir o'zida blok zavod qo'rsam kerak. Hozir o'zida blok zavod qo'raman. Agar ko'chaga chiqsam daraxtlarni olib. Chunki yana qaytda daraxtlarni olsa blok beradi. Cho'lda esimdan chiqarib qo'yaman. Buni olamiz. Kerak emas. Kerak emas. Ularni inventarga qo'yib turamiz. Let's go. Nurma shu tursa yo'lga tushib turardi. Temir zavod ekanmiz ko'zi. Boshqa yo'q. Olmos qachon chiqarkan? Bitta joy temir bilan oldiqman. Shunaqa shaxtalar ko'paysin Minecraftda. Ko'rmay qo'yganlarimiz ham bor ekan-ku. Attraction. Uncha kerak emas, lekin juda ham kerak turibdi. Okay, let's go. Ketadi, oltin to'pladim o'zi. Nezerda ketmay qolish mumkin bo'lmayapti. Nihoyat tugatarkanman oltinni. Qornim juda ham och qoldi. Bo'ldim shu bilan endi tepaga chiqishmi? Do'konimda ko'mir ham bor. Ko'mir kerak. Oltindan ko'ra ko'proq kerak. Bo'ldi.
Cho'lda spam sira oltin ko'p topasizlar. Olmos chiqmaydimi? Cho'lda spam bo'lsa. Bizilgan portal topsam dahshat bo'lardi. Bizilgan portal parta debman. Parta. Blok вот. Toshli blokim qatta 58 ta bor. Juda yorug'lik bormi? Olmosni deb o'ylayman. Tepaga chiqquncha ko'rib turganinglarga mana chiqib oldim. Normalniy ko'proq ketmadi uncha. Qaniydi mana shunaqa ochiq joylarda olmos chiqib qolsa deyman. Yo'q, olmos topolmaymiz u. Bu yomon ketdi. U mana shu suv bor ekan, suv olsak bo'ladi. Nima bersa desa, nima bersa kerak. Boshman kerak bo'lgan narsa kerak. Ichga keyin shuni hisoblaymiz. Boshlangichimizga ko'mir. Ko'proq chiqmasmi? Rovno 3 ta temir kerak. Birinchi skill, ikkinchi skill 2 ta bor. Ovqat kerak edi. Bu cho'lda nima bor o'zi? Ovqat bormi? Yashab bitamiz, shuni olib qo'yamiz. O'chdi. Let's go. Video hozir 15 minutdan 15 minut videodan keyin yana sразу video chiqarib yuboraman. Chunki vaqtim yo'q boshqa. Верста хуй. Стоп. Bekorga chili yasash olmadim. Dahshat bo'ldi. Juda cho'ldamiz, chunki ovqat chiqmaydimi deb o'ylab qolman. Quyon chiqadi-ya cho'lda. Lekin bunaqa cho'lda chiqadimi? Motivatsion Asadulloh. Kan. Nimadir topganga o'xshagan bunday bo'ladi naryoqda. Hech narsa emas ekan. Let's go. Bekorga xafa ketqazonman. Qornim ochdi, endi yugurolmayman. Nimadir qilib bo'lsa ham ovqat topish kerak-ku. Yaxshi narsasi yo'q cho'ldan. Zombi bo'lsa ham chiqsin, zombi go'shtni ham yo'g'iraman hozir o'zi. Juda pastda nimadir bor. Suv quyildi o'lganimda. Voy! Bekorga o'lib ketdim. Suv quyildi-ku.
Bilmiyorum, bu yo'lda oddiy cho'lam bor ham, u naryoqda oddiy joylar ham bor. Yo. Bashering Hiç blok işletmesliğini soruyorlar. Şu kedimi böyle yapayım. Let's go yeni alttan. Nima bu cho'lga ketaman? Hech narsasi yo'q bu yoqda. Sen jinnisan. Ben sana tushmay deyman, agar tushga turaman. Opa. Qattayda oddiy orol. Oddiy. Eskicha orol topib oldim. Qayerdadir topib oldim deganda, mana nerada qo'yay. Nihoyat. Bu holat o'rmonda oqarlarmikan? Sen hozir odam inson umri bilan o'ynashayotganingni bilasanmi? Hatta televizor daraxt topdik-ku. Yalan düzgün ekan. Oho. 59 taraf. Aşağı koyayım. Endi qachon blok topamiz? Blok umuman sarflab yurmaymiz deyman. Qanaqa blok bor? Ham g'alati tushirgan-e. Boshqa blok olmayman. Yoki o'zi shunaqami bu blok? Bitti job. O'ldim men, bitta jonda o'laman. Qo'limga tushdi.